Assalomu alaykum, hurmatli davlatimiz kattalari, Samarqand viloyati hokimi Aziz Boboyev, prezidentimiz Shavkat Miromonovich, bu chiqishimizdan ijtimoiy tarmoqlarga gazimiz 22-aprelda kelgan bo'lsa, xo'sh mana bugun 70 kundan oshayapti desak ham bo'ladi, 70 kun bo'lib qoldi. Men bir oy oldin telefon qilib gazni kirgizib berishini so'raganimda bular meni ahmoq qilganday. Aldagani bola yaxshi dedimi? Men bularga bola emasman men. Bir oy davomida bular meni aldab keldi. Gaz, suyultirilgan gazda aytyapman. Suyultirilgan gaz bo'yicha 45 kunda kirgizib berish kerak. O'zi davlatimiz chiqarib qo'ygan qonun qoidasi bo'yicha remont bo'layapti, boshqa bo'layapti, u bo'layapti, bu bo'layapti deb turib meni aldab kelyapti bular. Mana shu bugungacha hali gaz kirgani yo'q. Gazni kirgiza olmadik. Ertan boraman, indin boraman, ertan boraman, indin boraman. Yil 12 oy mobaynida mana shu ahvol desak ham bo'ladi o'zi. O'zi bizni oladigan bir davlatdan narsamiz o'zi gaz bilan svet qolgan bo'lsa kerak. Boshqa narsa so'raganimiz yo'q biz. Shu xalqqa gaz bilan svetni berib tursalaring bo'ldi sizlar. Sizlardan boshqa hech kim hech bala so'ramaydi. So'rashga ham haqqimiz yo'q. O'zi oladigan narsamiz shu ikkalasi qolgan. Gaz bilan svet qolgan. Lekin bu gazni ham vaqtida olib kelmasa bitib turib. Odamni ahmoq qilib aldab bu bir oydan beri remont bo'layapti, unday bo'layapti, bunday bo'layapti deb turib. Qani kim buni orqasini izlab, kim tekshirib, kim ko'rib beradi bizga? Kim? Samarqand viloyati Payariq tumanidan chiqayapman, Ko'ktepa mahallasida turaman. 70 kundan oshib ketdi gaz kelganiga. 70 kun. Insof bormi bularda? Qachongacha davom etar ekan bu narsalar endi? Endi gatak insof qilish kerak. Uyda o'tirgan vallomatlar o'zicha endi nima u? Xalqni bitib aldasak bo'ladi deb o'ylasa kerak-da. Nomardlar bitta gaz ballondan o'lgani 2 kilodan gaz uryapti. 2 kilodan gaz olib qolyapti. Kelgan shoferga tarasini so'rasangiz, tarasi buzuq, ya batareyasi yo'q. Ya umuman yo'q. 2 kilodan urib qolganimdan keyin unisiga ham xalq rozi bo'lib o'tiribdi. 2 kilodan urib qolyapti, 3 kilodan urib qolyaptimi? Bu yog'ini Xudo biladi endi. Tarasi bo'lgandan keyin biz nima deymiz? Indamay xalq tortib olyapti biz. O'g'ri bu, muttaham bu, insofli bu degan. Bularda insof ham qolmagan lekin. Ras shunday ekan, haqqingni olib yotibsan-ku, bering. O'tirgan joyingda. Tonnalab gazni qo'porib yotibsizlar-ku. Kim sizlardan so'rayapti? Qani o'sha 1 kilo gaz? Menga olib beradigan gaz ballonni 1 kilosi, 2 kilosi qani masalan? Hech kim javob bermaydi. Unday bo'lib qopti, uzr bunday bo'lib qopti. Yil 12 mobaynida mana shu ahvol. Ana qarasang 60 kunda, ana qarasang 70 kunda, 80 kunda. Kim so'raydi buni? Janob prezident. Odamni ahmoq qilib bir oydan beri gaz remont bo'layapti, boshqa bo'layapti. Samarqand viloyat Gazpromga chiqdim. Bir oy oldin. Shunday ahvol, shunday. Gaz buzilib remont bo'layapti. Ular
Gençler dep turun adamdı elladi. O aralıkta yana çıktım, yana oşa gap, aka sabır qıp turun. Vazirlikka çıktım 2 marta. Hiç kim yardım vermeydi. Hiç kim halkka yardım bergisi kelmeydi halkka. Hamma o'zi bilan o'zi ovora, hamma shu o'zini kistasini o'ylagan, boshqa qilgan. Ha, viloyatda gazdagilarni Murat degan yigitni kim qo'yib qo'ygan u yerga? Xalqqa vaqtida gazni yetkazib berilmasa. Payariq tumannikini Asqar degan yigitni kim qo'yib qo'ygan u? Vaqtida hisob kitobini ololmasa u. Gazni suyultirilgan gazni vaqtida yetkazib bermasa, boshqani vaqtida yetkazib bermasa, nima kerak bor bizlarga unaqa xodimlarni? Insof, iymon kerak gatak. Iymonli bo'linglar, insofli bo'linglar deydi-yu, lekin-ku bularda na insof bor, na iymon bor. Tiq desang 15 ta qo'lni, 10 ta qo'l emas, 15 ta qo'lni tiqib beradi o'ziga bular. Korrupsiya deysiz. Mana sizga korrupsiya janob prezident. Mana qayerda yotibdi o'g'irlik, boshqa narsalar. Majbur qildi mana shu tarmoqqa chiqishga, o'zlari majbur qildi mana shunday qilishga bular. Mana uytdi, mana bitdi. Qachongacha xalqni ezish kerak? Qachongacha bu xalq eziladi endi? O'zi ezilib bo'lganmiz endi. Shu beradigan shu gazi bilan svetini bersin bo'ldi bizga. Qani o'sha gazimiz qani? 70 kundan oshayapti. Odamni ahmoq qilish, men bolamanmi bularga? Ya yosh bolamanmi men? Ha, aka remont bo'layapti deb. Bir oy, 2 oylab remont bo'ladimi? Katta gap bilan katta. Birov buzuq bo'lsa, birov soz bo'ladi. Payariqqa chiqsangiz, tumanga chiqsangiz, u deydi, viloyatga chiqsangiz til biriktirib olgan ekanlasi. Shunday remont bo'layapti, bityapti deydi. Hafta gazini berib qo'yinglar vaqtida. 45 kun deb aytganmi? O'sha 45 kunni bizga 45 kun ichida gazni to'ldirib bersin. Biz 70 kun, 80 kunga demaganmiz-ku. Bu qarorni men chiqarganim yo'q, yo xalq chiqargani yo'q. Buni davlatimizni o'zi chiqarib o'tiribdi. Har 45 kunda gazini to'ldirib ber deb turib. Bularda insof iymon qolmagan. Insof iymon degan narsa iymon qolmagan. Xudodan ham qo'rqmaydi bularimiz. Vallomat bo'lib ketgan. Aytasiz-ku o'zingiz, o'rta janob prezident, oyog'i yerdan uzilgan bulardi dedim. Mana shular bo'ladi, oyog'i yerdan uzilganlar. Boshqa tusarini bilmay qolgan bular. Umuman birontasi. Odamni ahmoqqa desang, boshqa desang, xalqni ahmoq. Men ahmoq qilgani, xalqni ahmoq qilgani bulardi. Men mana shu mahallada oqsoqolman men. Haqqini so'rasang hech kimga yoqmaysan. Haqqingni so'ra hech kimga yoqmaysan. Hech narsa o'z vaqtida bo'lmaydi bu davlatda. Hattoki otangga ham yoqmaysan haqqingni so'rasang. Shu zamonda. Qaror chiqaveradi. Qaror har kuni yangi qaror chiqarasizlar, janob davlatimiz kattalari. Lekin o qarorlar o'zlaringizga ishlaydi, foydasi, zarari xalqqa ishlaydi. Qani bir qaroringizni bir ishlatib qo'ying qani, aytgan o'sha 45 kunimizda bizga gaz kirgizib bering qani. Ya xalq ezilib ketdi-ku bu. Har oy ana shunday ahvol.
Bir gaz olib qolsak xursand bo'lamiz 70 kun 80 kungacha. Men sizlardan iltimos qilib qolaman yuqorida o'tirganlar. Samarqand viloyati hokimi Aziz Boboyevdan, davlatimiz kattalaridan, qolaversa janob prezidentdan iltimos qilib qolardi. Mana shu ma'lumotlarni bir orqasini tekshirib, ko'rib, nima bo'layapti, shuncha gaz qayoqqa ketyapti, kimga beryapti buni? Nimaga vaqtida gazini kirgizib bermayapti deb so'rab turingizlar. Iltimos sizlardan. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.